25-27 fevral kunlari qadimiy va go'zal Samarqandda Agro Proexpo 2025 xalqaro agroindustriya ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Bu yilgi tadbir qishloq xo'jaligidagi eng so'nggi ishlanmalar va texnologiyalarni namoyish etgan 90 dan ortiq mahalliy va xalqaro kompaniyalarni bir joyga jamladi. Ko'rgazmaning asosiy ishtirokchilaridan biri UCM Lantec kompaniyasi bo'ldi. U dunyoning yetakchi brendlari John Deere, JCB va Valley'ning rasmiy dileri hisoblanadi. Kompaniya o'z stendida premium toifadagi texnikalar hamda aniq dehqonchilik va irrigatsiya sohasidagi ilg'or yechimlarni taqdim etdi. Agro Proexpo Samarqand O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida eng yirik va muhim tadbirlardan biri. Ko'rgazmada siz John Deere traktorlari, kombaynlari, yer ishlovi va ekish uskunalarini, sug'orish tizimlari va boshqa ko'plab texnikalari bilan tanishishingiz mumkin. Bu yerda biz kombaynlar, katta traktorlarimiz, kichkina traktorlarimiz, ekskavatorlarimizni joylashtirganmiz. John Deere 180 yildan ziyod tarixga ega bo'lgan va sifat va ishonchlilik borasida jahonda eng tan olingan brend hisoblanadi. Bizning eng so'nggi traktorlarimiz GPS sistemasi, navigatsiyalar bilan avtomatik boshqaruv va telemetriya tizimlari bilan jihozlangan bo'lgan. Bu fermerlarga yerni aniq va samarali ishlash imkonini beradi. Ko'rgazma doirasida UCM Lantec mutaxassislari aniq dehqonchilik va irrigatsiya tizimlarining so'nggi ishlanmalariga bag'ishlangan taqdimot va mahorat darslarini o'tkazdi. Ishtirokchilar raqamli monitoring imkoniyatlari, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va resurslarni tejash bo'yicha muhim ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Hamda Valley kompaniyasining Center Pivot yomg'irlatib sug'orish mashinalarining yuqori samaradorlik darajasi O'zbekiston qishloq xo'jaligi sharoitida keng ko'lamda ochib berildi. Наша продукция представлена в Узбекистане, начиная с 2000. Valley Valmont kompaniyasi 2018-yildan beri O'zbekiston bozorida faoliyat yuritib kelmoqda. UCM Lantec kompaniyasi bilan hamkorlikda O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun zamonaviy sug'orish yechimlarini yetkazib bermoqdamiz. UCM Lantec kompaniyasi bilan hamkorlik yillarda Surxondaryo viloyati Agrover kompaniyasi, Jizzax viloyatining Jizzax organik klasterida yirik va muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshirdik. 2024-yilda Navoiy viloyatida Hemfarm kompaniyasida 200 gektar maydonda Center Pivot sug'orish tizimini muvaffaqiyatli yakunladik. O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulot ishlab chiqaruvchilarini ushbu tizimdan foydalanish orqali yuqori hosildorlik, energiya tejamkorlik hamda bir qator afzalliklarga ega bo'lishdi va ishonamizki, qishloq xo'jaligida yuqori natijalarga erishadi. Решение в области механизированного орошения. Tadbirning eng katta yutuqlaridan biri interaktiv simulyator trenajyor bo'ldi. U har bir ishtirokchiga John Deere va JCB qishloq xo'jaligi texnikasini boshqarish tajribasini virtual formatda sinab ko'rish imkoniyatini taqdim etdi. Agro Proexpo 2025 ko'rgazmasi yana bir bor o'zining muhim platforma ekanini isbotladi. U tajriba almashish, innovatsion yechimlarni namoyish qilish va biznes aloqalarini mustahkamlash uchun asosiy maydon bo'lib xizmat qildi. UCM Lantec esa ilg'or texnologiyalarni joriy qilish va fermerlarni yuqori samarali va barqaror qishloq xo'jaligiga yo'naltirishni davom ettirmoqda.